Davlat ramzlari hamisha muqaddas va ulug' sanaladi, chunki u xalqning o'tmishi, buguni va kelajagini o'zida mujassam etgan vatanning yorqin timsolidir. Bugun bayrog'imiz xalqaro maydonda, jumladan O'zbekiston Respublikasi rasmiy delegatsiyalarining xorijiy mamlakatlarga safarlari chog'ida, xalqaro tashkilotlarda, konferensiyalarda, jahon ko'rgazmalarida, sport musobaqalarida mustaqil vatanimizni ifodalamoqda. Bayroqdagi moviy rang, uning ostida barcha millatlar turli xil xavf-xatardan xoli, emin-erkin holda ahil-inoq yashab kelayotgan musaffo osmonimiz hamda ob-u hayot ramzidir. Bayroqdagi oq rang davlatimiz fuqarolarining o'zaro hamjihatlikda, bir-birini hurmat qilib, diniy bag'rikenglik tamoyillari asosida tinch totuv yashayotganini timsoli. Yashil rang esa tabiatning yangilanishi hamda yurtimizning jannatmonand ekanligini anglatadi. Bu rang ko'pgina xalqlarda navqironlik, umid va shodumonlik timsoli hisoblanadi. Qizil chiziqlar davlatimiz farovonligi, jamiyat taraqqiyoti yo'lida o'zaro hamjihatlik bilan hormay-tolmay mehnat qilayotgan yurt farzandlarining vujudida oqayotgan hayotiy qudrat irmoqlaridir. Navqiron yarim oy va yulduzlar tarixiy qadriyatlarimiz, umrboqiy an'analarimiz, ma'naviy kuch-qudratimiz bilan bog'liq. Hilol qo'lga kiritilgan mustaqillik, ozodlikni ifodalaydi. Davlat bayrog'i o'tmish, bugun va kelajagimizning yorqin timsoli. Yurt bayrog'ini yov qo'liga topshirishni istamagan buyuk vatandoshimiz, yirik tasavvuf olimi, xalq qahramoni va otashnafas shoir Najmiddin Kubro uni qo'lida mahkam tutgancha jon bergan edi. Dushman harchand urinmasin, uning qo'lidan bayroqni tortib ololmay, oxiri panjalari bilan kesib oladi. Tug'uni jonidan ortiq asragan To'maris, Spitamin, Muqadna, Timur Malik, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi o'nlab sarkardalar hayoti ham bugun avlodlarimizga katta ibrat. Aslida vatan bayrog'ini ko'zga surtish, uni to'tiyoq qilish, vatanni sevish, uning uchun jon fido qilishga tayyor bo'lish deganidir.